Avvalambor assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Qudratilla o'z kanalining qadrli obunachilar uchun Xudo xolasa Centrum Holidays Umra firmasini tavsiya qilaman. Umra ziyoratiga ota-onasini jo'natmoqchi bo'lganlar, o'zi bormoqchi bo'lganlar uchun Xudo xolasa oktyabr oylari narxlari bizda Xudo xolasa chiqdi. Narxi qancha degan vatandoshlarimizga videoda oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa videoda o'rtasida narxini aytib o'taman. Ungacha bir qator sharoitlarni aytib o'tsam. Reyslarimiz Toshkent Jidda yo'nalishida bo'ladi. Sizlar O'zbekistonning qayerdan bo'lishinglardan qat'iy nazar, xohlasanglar Tojikistondan bo'linglar, xohlasanglar Vohadan, qayerdan bo'lsanglar ham bitta Zagram pasport bilan ishinglar bitadi. Telegramda rasmiy olib tashib berasizlar, bo'ldi. Pastda operatorlarning raqamlarini qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarni olsanglar ham bo'ladi. Diniy qo'mitaning ruxsatnomasidan o'tgan 14-sonli litsenziyani olgan Centrum Holidays Xudo xolasa hammaga ishonchli va sifatli xizmatlarni ko'rsatadi inshaalloh. Reyslar Toshkent Jidda yo'nalishida bo'ladi. Primoy reys Toshkent Jidda 14 kun bo'ladi ziyorat, 2 kun Madina Munavvarada bo'ladi ziyoratchilar, 2 kecha, 3 kun bo'ladi. Makka Mukarramada ziyoratchilar 10 kun, 12 kun davomida bo'lishadi Xudo xolasa. Ovqatlarga keladigan bo'lsak, Madina Munavvarada 2 kun obed ujin, Makka Mukarramaga keladigan bo'lsak, zavtrak, obed ujin. Endi ovqat qanaqa deganlarga o'zbek milliy taomlari, marg'ilonli povlar xizmatlarda bo'ladi Xudo xolasa. Operatorlarga telefon qilgan ma'lumot olsanglar bo'ladi, agar bir qanaqadir kamchiligim qolib ketgan bo'lsa. Ziyoratlarni aytib o'taman. Ziyoratlari Xudo xolasa hozirgi kunda Qubo masjidi, Xurmo bog'i, Xud tog'i, Arafat tog'i, Mino vodiysi, Muzdalifa vodiysi, Jamolot vodiysi, Qizil dengiz sayohatlariga olib boriladi. Va undan tashqari shu gastitsamiz Makka Mukarramada примерно 700-800 metrda atrofida hisoblanadi. Masjidul Haramda stankasidan hisoblaganda. Yo'llarda Jim masjidi ham bor Xudo xolasa. Aziziya ko'chasida joylashgan Samoalmis gastitsasiga joylashtiramiz Makka Mukarramada. Madina Munavvarada bo'ladigan bo'lsa, har xil gastitsalarga qo'yamiz. Uzog'i 1-chi, 2-chi, 3-chi qator bo'ladi. Masofasi 200-300 metr atrofida 3 yulduz, 4 yulduz bo'ladi Madina Munavvarada. 50 boshchilar aeroportdan birga ketadi sizlar bilan. 14 kun davomida birga ibodat qilib, yana birga qaytib keladi. Firma tomonidan nimalar beriladi deydigan bo'lsanglar, so'mka, kamzur, berjik beriladi. Undan tashqari qaytayotganinglarda 5 litrli zamzam suvi beriladi. Va undan tashqari firmamizning paketimiz ichidan tashqari ziyoratchilarimizga sovg'alar bor. Qanaqa sovg'a desanglar, Saudiyaning Haj va Umra vazirligi tomonidan Xavafa tashkiloti nima deganlarga shu Umra ziyoratchilariga bir chiroyli bir to'kin sochin oshlarni qilib beradi, dasturxonlar, turli xil ko'ngilochar o'yinlar qilib beradi. Shu agar tashkilotda o'chirtga qo'shila oladigan bo'lsak, u tashkilotga olib boramiz. Qo'y go'shti, tuya go'shtlariga Xudo xolasa osh qilib berishadi. O'sha yerlarga olib borib bir ko'ngillarni ko'tarib, Xudo xolasa xursand qilib qaytamiz. Agar kim shu ota-onasini ishonchli firmadan umra ziyoratiga jo'natmoqchi bo'lsa, albatta pastdagi raqamga aloqaga chiqib, operatordan to'liq ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Toshkent Jidda reyslari sizlarni kutmoqda. Xudo xolasa Qudratilla o'z sizlarga hech qachon yomonini tavsiya qilmaydi. Hurmatli vatandoshlar, Xudo xolasa men xizmatingizdaman, aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.